Xudo xolasa dastlabkasi bor, mana. O'zingiz ko'rib turgan mashina tayyor. Xudo xolasa hozir bitta klientimizga bitta xuddi shundan va qaysi birdan dedingiz? O'rnindami? Qanotlisidan, to'g'rimi? Yo, bu kattasidanmi? Shu ko'rib turgan shu bitta kattasidan klientimizga so'ragan ekan, uylari bitta xonadonga ikkita pechka olishibdi. Ko'rib turganingizdek, mana hozir mashina yuklaymiz, dastlabkani chiqarib yuboramiz. Sizlarga ham xuddi shunaqa anjom pechkalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Farg'ona, Marg'ilon, Tashlar, Quva, yaqin atrof, Oltiariqgacha bemalol dastlabkasi besplatniy qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor. Bexijolat, faqat kelishilgan holda bo'ladi. Kelaring Shopir aka. Kelaring, yana. Bo'ldi. Xo'p. O'zbekka shu eng yaxshi damazni chiqarishganda liboy narsa ketadi. O'tin deysizmi, ko'mir deysizmi, xolos. Nimani yuklaysiz, olib borasiz. Xizmat qiladigan mashina. O'zbekning mashinasi. Bitta like bosib qo'yinglar, Damas uchun ham. Shopir aka keling endi. Qaysi birdan? Mondanmi? Yo Robbim, bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi kunda ishlatishsan, Xudo xolasa. Yo Robbim, Allohim. Kraskalangan variant ekan, ehtiyot bo'lib. Qaysi tomondan? Men chiqaymi, siz chiqasizmi? Qo'yib turgan shekil bo'lsa, yo. Opa. Yo Alloh. Mehnatimizga bitta like bosib qo'yinglar endi. Voy. Bloger bo'lish ham qiyin ekan, mana shuna qilib yuklab berasiz. Xo'p, Damazni keling qarang, qoyilmisizlar. Oldiga olasizmi Shopir aka bichani? Shopir akamiz oldiga olsa mana, taylari ham bo'ladi, hech qanaqasi yo'q. Bo'ldi. Bunisidan ha? Yuring oldigacha. Hoppana. Qo'ying, hoppa, ishga qo'yib turing. Yo Robbim. Aha, bismillah. Ko'taring, tagidan-bicha. Ha, bo'ydoq bola. Bo'ydoqlar uchun pechkalar mana. Ot. Yo Alloh. Endi ochib qo'yinglar. Terlab ketdim. Voy. Xo'p, bu dimaxot uchun xuddi shunaqa har biriga nechtadan ketadi? Har biriga bittadan ketargan, xuddi shunaqa ikkita pechka ikkita. Bunaqa nechta ketadi? Har biriga bittadan ham, bundan ham. Har biriga bittadan ekan, bunga ham ikkitadan. Bemalol ketadi. O'ylanmasdan bemalol telefon qilishlari mumkin. Dastlabkasi bor, aytganimdek, vodiy bo'ylab, xudo xolasa, vodiy